Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Leon Gaming. Bugungi videomiz, bugungi seriyamiz The Girl in the Window o'yindan bo'ladi. Qani ko'ramiz. Bugungi videoda aynan bizlar nimalar kutyapti, nimalar kutmayapti. Albatta buning barchasini siz video davomida bilib olasiz. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, chunki men bugungi videoni boshladim. Xo'p, endi bu o'yin endi IQni ishlatib o'ynaydigan o'yin. Bilasizlar, endi IQ sizni eshitgan paytinglarda o'zi mani eslaysizlar, bilaman IQ вообще manda tiqilib yotibdi. Degani 1000, 2000, 3000, 4000 degan. Eshik yopilib qolibdi-yu. Tak. Bu yerga kalt kerak. 2:14 PM da bir bola degan bo'pti ekan. Xo'p. Bu olinmaydi. Tushunarli. Mana bu ochilgan. Ochiladimi? Yo'q, ochilmaydi. Конечно, ochilmaydi. Soyabonni oldik. Soyabon menga kerak emasmi? Men bilan ochilmaydi. Soyabon bilan shu ochiladimi? Tak, bu yoqqa mana bu nima qimirladi? Cho'tishib qolay. 4:30 PM-dadir. Mana buni qimirlatsak bo'lar ekan. Mayli, qani. Yo'q, buni tushunmadim. Xo'p, mayli, mana bu-chi. Yo'q, buni ham tushunmadim, nechun. Mana bu. Pastiga o'qib bo'lmas ekan. Xo'p, mana bu devorda qandaydir yozuvlar bor. Harbi qiz. Piyoz bilan u narsa, bu yerda chashka. Ruh yo'qoldi. U keldi. Sir deydi. Bir butilka qo'ysa bo'lmaydimi? Ichida yo'q-ku. Nimani qo'ymoqchisan? Tak, bu yerda ham nimadir. Tushunarli, demak qizni u quvalagan. Antlaydi, bir bola deydi. Mayli. Buni tuzatishimiz kerak. Nimaga hozir qo'limni ursam bo'lmaydi? Tok bor deydi, Tak. Bu mana bu kaltimi? Yo'q, bu yerda emas ekan. Mana bu yerda kaltimi? O'sha yerdan kalti ekan. Yo'q, bu yerda ochilmadi. Play bosilmadi-yu. Tak. Mana bu tepada mana bu belgilar bor. Bu nimani anglatadi? Kalit. Buni qanaqa bo'laman? It seems that it's something but my hand can find. Bu kattalashtirish uchun nimadir kerak-da. Mana bu to'q uzilib yotibdi. Mana buni skotchlash kerak. Uchi qani lekin buni? Uchi mana bu yerda, mana bu yerda turibdi. Mana bu yer bor ekanini bilmagandim. Vampir. Qasdira olinadimi?
Yo'q oğlum, lekin nega qo'yibdi unda? Demay olinadi. Sir. Oh my god. Ko'rsatib qo'yibdi mana, voy sasi. Mana yerda javoblar turibdi-yu. Vampirda nimadir deydi hozir. Yeah, no thanks. Kitobda vampirda nima dedi? Boya ko'rgandim men bu narsalarda. Tak. Qani. Buni bo'lish uchun menga pichoq kerak, to'g'rimi? Vampirdan o'zini qayerda ko'rgandim? Tak, quyosh, suv, qancha? Stakanlarda bo'ladi deyapti ana buni javobi. Nima qilibdiki? 622. Mana bu bitta stakan. Uch soatdan keyin deydi. Meni kitobimda qanaqa? 6. Mana bu 3 soatdan keyin 2. Mana buchi. Friday. Haftakulari-yu. Tuesday. Mana. Deymizda. Uy. Svetni o'chirishim kerak. Svet o'chmadi-yu. Shunda mana bu teshiklar ham mana bundan ko'rinadi-da. Ayku. Ishlar boshlayapti. Mana buni lekin o'chirish uchun buni tuzatishim kerak. Buni qanaqa tuzataman lekin? Bu ham bir muammo. Hech nima yo'q ekan. Nimaga qaradi bunda? Mashlarning javobi chiqadi hozir. Who is here? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Mana nima debdi? Tuesday. Tuesday 2, to'g'rimi? Tuesday 2. Oldin Monday deb o'yishim kerak. Monday qayerda? Friday degani вообще bu yerda yo'q. Tur 5 6 7 8.
Tak. Choshkalarda bo'ladi deyapti-da buning javobi. Ha, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bu yerda ko'p ekan. Mana buniki-chi? Tak. Mana bitta gul. Mana yana bitta gul. Mana yana bitta gul. Mana yana bitta gul. Nima lekin gullarda nima? Birinchisi mana bu gul deyapti-da. Ha, uch. Bu uchda. 3 ta yaprog'i bor. 4 ta yaprog'i bor. 3 ta yaprog'i bor, 4 ta yaprog'i bor. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 6. Tak, 3, 4, 6. 5. Yo. Orqadan roq keldi. Parolni topgan paytimda o'lib ketmang yana. Tak, och buni. Bunday 11 deydi. Bu shamni yoqish uchun sham qayerda mana ekan. Qayerga qo'yib yoqaman endi uni. Buni qayerga qo'yib yoqaman? Ha, mana ichkariga qo'yib yoqaman. Mana. Ol buni. Ha, mana. Yaxshi. Voy. Mana bitga o't. Mana buni qo'y va skochla va bo'ldi. Nima ichmayapti? Nimaga ishlamayapti? To'xta. Antennasida gap bormi? Bo'ldi. Xo'p, devorga chizibdi. Nima deydi? Chizyapti. Xo'sh. Turaveradimi bu? Mana asosi. Peshiring qursin. Mana hali ham ishlatib bermayapti, to'g'ri? Ishlatib qo'yganda tim zo'rlardi. Tak, mana. Yo'q ekan buniki o'zi. Tushunarli. Mana bunaqa teksturadi. Ana. Tak, endi buni qayerga ishlataman? Yo'q, menda javoblar turibdi mana bu yerda. Nimaga ishlamayapti lekin? Pasxalkalar turibdi-da mana bu yerda yordam berish uchun. Shuncha pasxalka. Tak, mana bu oy, yulduz, oy. Men bu bo'lagini topolmayapman-da. Men buni hali ham bo'lmaydimi? Olib bo'lmaydi hali ham. Men buni uchun topsam hozir mana shu yerda ochaman. Tak. Bitta. Ay. Yulduz, oy. Voy, yulduzdan ketdim. Tak.
Yulduz, oy, voy, oy turdi. Voy, mana bu nimadir? Ochilib ketmasmikin, ha? Yo'q, random ochilmaydi. Qiyin. Mana buni ham bekorga qo'ygan yo'q-da bu yerda. Ha, yo'q, bo'ldimmi kitobni? Mashitlardadir nimadir bor-da yana. Yo'q, buni ocholmayman hozir. Pishloqni qanaqa bo'laman? Oynani sindirib bo'lmaydi. Bo'tgan ham hech nima aytib bo'lmaydi. Bo'tchi. Yo'q. Tak. O'yla. Mana ham turibdi-da. Yo'q. Chashka. Kristik. Buni tagida nima bor? Chair. Buni yirtib bo'lmasa, hech nima qilib bo'lmasa, nimaga ko'taryapti buni? Pichoq kerak-da, to'g'rimi? Da, pichoq kerak. Pichoq qayerdan topaman pichoqni? Mana shunaqa tursa, eng pastidagi 9 birinchi bo'ladi. 9 bu yog'i manimcha 9, ha? Yo, men bunga o'xshaganman. Yo'q. 8 mana 8 ga o'xshagan. 3 burchak. Ha, azizlar. Tak, nima tur. Mana bu qulfni ochadigan parol turibdi-da. 1 2 3 4 deb turibdi. Qulf qayerda edi o'zi? Ha, mana. Yo'q, bo'lmas. Boshqa qulf ham yo'q. Bu vampirniki. Menimcha mash. Yo'q. Tak. Mayli, xo'p azizlar, menimcha bugungi video shugacha yetadi. Albatta, agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, unga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qayerdan qanaqa bo'lish kerak ekanini bilsanglar, kommentariy yozib qoldirsanglar, o'qiyman, ko'raman. Xullas, balki keyingi videoda tugatamiz. Xullas, sizlardan xabar berdim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.